Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi janobi Butrus G'oliy mustaqil O'zbekistonning prezidenti Islom Karimovga katta hurmat va ehtirom bildirib, xalqaro tashkilot minbariga chiqqunga qadar bajariladigan hamma rasmiy tantanalarni ado etishda shaxsan o'zlari yo'ldosh bo'ldilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 48-sessiyasiga raislik qiluvchi janobi Amsanelli O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovni tantanali tarzda jahondagi eng nufuzli minbarga ma'ruzaga taklif etadi. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations the President of the Republic of Uzbekistan, His Excellency Islam Karimov, and to invite him to address the Assembly. Janob Rais, Bosh kotib, janob oliylari, xonimlar va janoblar.